yil Urgutni yili bo'lgan deb aytib kelyapmiz. Har safar kelganda shu gapni aytamiz. Yilning boshida hurmatli prezidentimiz shu tashriflarida Urgutga kelganlarida ancha topshiriqlarimizga berib ketganlar, ancha mablag'larni ham ajratib ketgan edilar. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, vatandoshlar. Barchalaringizni avvalambor yaqinlashib kelayotgan O'zbekistonimizni 35 yillik mustaqilligiga bayram bo'layotganligi munosabati bilan tabrik muborakbod etganmiz. Aziz do'stlar, ana endi mana shunday ajoyib daqiqalarda guvoh bo'lib turgan ekanmiz. Urgut tumani Inson ijtimoiy xizmatlar markazi qoshidagi yangi qadam adaptativ sport majmuasi ochilish marosimiga tashrif buyurganmiz. So'z navbatini Samarqand viloyati hokimi Boboyev Adis Muzaffarovichga bersak. Marhamat qilib. Bayram arafasida yig'ilib turibmiz. Mustaqilligimizning 35 yilligi. Odamlar rost so'zim,